Assalomu alaykum. Kunning muhim xabar va yangiliklar tafsiloti bilan efirda Qashqadaryo axboroti informatsion dasturi. Prezidentimiz raisligida korrupsiyaning oldini olish bo'yicha ishlar natijadorligi va kelgusidagi ustuvor vazifalarga bag'ishlangan kengaytirilgan yig'ilish bo'lib o'tdi. Unda hozirgi vaqtda yurtimizda korrupsiyadan xoli muhit yaratish bo'yicha ishlarga baho berilib, kelgusi vazifalar belgilab olindi. Yig'ilishda ko'tarilgan masalalarga yurtdoshlarimiz o'z munosabatlarini bildirishmoqda. Korrupsiyaga qarshi kurash natijadorligi va kelgusidagi ustuvor yo'nalishlarni belgilab olish bo'yicha bo'lib o'tgan video selektor tarixiy ahamiyatga ega bo'ldi deb adashmagan bo'lamiz. Xususan aynan yurtboshimiz tomonidan yurtimizda keyingi yillarda korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi tomonidan olib borilgan ishlar keng tahlil qildi va raqamlar solishtirildi va barchamizga ma'lumki aynan yurtimizda barcha sohalarda korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha keng ko'lamli islohotlar olib borildi, bajarildi, lekin shu o'rinda o'ziga yarasha kamchiliklarimiz ham mavjudligi ta'kidlandi. Va masalan aytadigan bo'lsak, aynan barchamizga ma'lum, maktablarga va bog'chalarga ota-onalar o'z farzandlarini joylashtirish uchun turli xildagi ko'ngilsizlik holatlariga uchrardilar va buning boshqa yo'llarini izlashga harakat qilardilar. Lekin so'nggi yillarda aynan ta'lim tizimida olib borilgan islohotlar va korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha belgilangan vazifalar ijrosi bo'yicha ushbu yo'nalishlar to'liq yangi platforma asosida amalga oshirilishi ta'minlandi va bugungi yig'ilishda ham aynan yurtboshimiz tomonidan topshiriq berildiki, maktablarda maktab direktori aynan tarbiya fani negizida o'quvchilarga halollik, fidokorlik va o'zganing mulkiga hurmat ruhida qarash bo'yicha tushunchalarni aynan maktab direktori tomonidan berish kerakligi ta'kidlandi. Va shuningdek yurtboshimiz tomonidan korrupsiyaga qarshi kurashish hududiy kengashlari tarkibini to'liq yangilash va ushbu kengashlarga xalq deputatlari, viloyat kengashi raislarini tayinlash taklifi berildi. Bu albatta aynan ushbu korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha yurtimizda olib borayotgan ishlarni yanada jadal takomillashtirishga sabab bo'ladi va ushbu deputatlarimiz orqali har bir xonadon, har bir inson fikrlari alohida eshitib va ularga yechim topilib va keyingida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarni bartaraf etishga yordam beradi. Va har bir oyda tuman, shahar, viloyat miqyosida korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha alohida kichik doiradagi yig'ilishlar tashkil etilishi belgilab berildi va shuningdek aynan bugungi yig'ilishda yurtboshimiz ta'kidlaganidek korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha shaffoflik, ochiqlikni, oshkoralikni ta'minlash maqsadida jurnalistika sohasi, ya'ni jurnalistlarning olib borayotgan islohotlari, ishlari, vazifalari alohida e'tirof etib o'tildi va bundan keyin ham ushbu ochiqlikda davom etishimiz va har bir fuqaro, har bir mahalla, har bir xonadonning ya'ni har bir insonning fikri biz uchun aniqligi, kerakligini ta'kidlab o'tdilar.